bemorlar menga blokada ta'sir qilmadi deb operatsiyani tanlashadi. Blokada ta'sir qilmadi deyish qanchalik asoslangan? Balki blokada ko'rsatmaga asoslanmagan yoki blokadaning mos turi tanlanmagan yoki malakali bajarilmagan bo'lishi mumkin. Demak, blokada nega ta'sir qilmaydi? Uning samaradorligini oshirish uchun nima qilish kerak? Mana shu haqida biz siz bilan bugun gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men doktor Elbek. Bugun paravertebral va foraminal blokadalarni taqotlab chiqamiz. Ularning samaradorligini ko'rib chiqamiz. Paravertebral blokadalar umurtqaning o'rta chizig'idan yonboshga yumshoq to'qimalarga yuboriladi va dori vositalari yumshoq to'qimalarda keng tarqalib, ma'lum bir nuqtaga ta'siri past bo'ladi. Biroq shu bilan birga paravertebral blokadalar kamroq invaziv, bajarilishi oson bo'lgan va yumshoq to'qimalarga keng ta'sir qiladigan oddiy usul hisoblanadi va shu bilan o'zini jozibadorligi bilan tortadi. Foraminal blokada esa demak paravertebral blokadalarga nisbatan ozgina ustunliklarga ega, sababi ma'lum bir nuqtaga foraminal teshikka dorini yuboradi va radikulopatiya, disk churalari, stenozlarda samarasi yuqoriroq hisoblanadi. Foraminal blokadaning yana bir ustunlik tarafi uning diagnostik, davolovchi va prognostik effektlarning jamlashidir. Paravertebral blokadalarda bunaqangi effekt xususiyati yo'q. Demak, qachon biz foraminal blokadani bajarganimizda ilischali og'riq yo'qolsa, demak biz jarayon sohasini aniqlab olgan bo'lamiz. Bundan tashqari biz o'sha joyga dori vositani yuborganimizda og'riqlar qolishi, buni davolovchi ta'sirini ko'rsatsa, agar 2-3 blokadalardan keyin, foraminal blokadadan keyin og'riq qolmaydigan bo'lsa, bu prognoz yaxshi emasligi, ya'ni jarayonni jarrohlik yo'li bilan davolash kerakligini ko'rsatadi. Endi siz bilan blokadalarni muolajada ko'rib chiqamiz. Paravertebral blokada uchun bizga shprits va dori vositalari kerak bo'ladi. Foraminal blokada uchun bizga maxsus igna, fluoroskop apparati, kontrast modda va dori vositalari kerak bo'ladi. Paravertebral blokada bel orqalarida qo'llaniladi, tez bajariladi va qulay. Foraminal blokada murakkabroq, shuning uchun shifokordan anatomik bilimlarni talab etadi. Bundan tashqari mahorat va tajriba talab etadigan jarayon hisoblanadi. Mana bu umurtqa pog'onasi muolaji. Mana bu paravertebral mushak. Bu foraminal teshiklar, bu yerlardan nerv chiqadi va mana bu nerv deb hisoblab oladigan bo'lsak, mana bu yerda orqa miya o'tadi va bundan oldingi qismda ichki a'zolar va qon tomirlar joylashadi. Demak, paravertebral blokadada biz ignani yuzaki mushakka yuboramiz va to'g'ridan to'g'ri dorini yuboramiz. Bunda dori faqat mushakka tarqaladi va asosiy nuqtaga yetguncha uning konsentratsiyasi pasayadi. Foraminal blokadada esa biz ignani mushaklardan o'tkazib, suyaklardan ham o'tkazib, foraminal teshikkacha yetib borishimiz kerak. Bunda biz medial ketadigan bo'lsak, orqa miyani zararlashimiz mumkin. Lateral ketadigan bo'lsak, ichki a'zolarni zararlashimiz mumkin. Va to'g'ri agar o'tib ketadigan bo'lsak, nerv tolasini o'zini zararlashimiz mumkin. Demak, bizda maqsad mana shu nerv chiqadigan foraminal teshikkacha yetib borib, dorini aynan mana shu foraminal teshik sohasiga yuborish hisoblanadi. Shu yo'l bilan foraminal blokada bajariladi. Yuqorida aytganimizdek, uning 3 ta asosiy effekti bor. Davolash effekti, diagnostik effekti va prognostik effekti. Endi sizlar paravertebral blokada va foraminal blokadalarning farqini bilib oldingiz. Agar klinik nevrologik tekshiruvlar asosida ildizchali og'riq aniqlansa,
Unda foraminal blokadalar ustunliklarga ega. Foraminal blokada orqali kontrast yuborib tashxis qo'yishni va dori vositani yuborib davolashni ikkalasini qo'shib jamlab effekt samara olish imkoniyatiga ega. Agarda sizga paravertebral blokada foyda qilmagan bo'lsa, operatsiya qildirishga shoshilmang. Foraminal blokada haqida bir o'ylab ko'rishni tavsiya beramiz. Tasavvur qiling. Bir blokada ham tashxis, ham davo, ham prognoz, ya'ni kelajakda konservativ davolash shartmi yo operatsiya qildirish kerakmi? Agar sizga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videomizda nasib bo'lsa foraminal blokadani amaliy bajarilishini tomosha qilaylik. Rahmat, sog' bo'ling.